Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti yosh turizm jamoamiz bilan biz Koron keramika markaziga tashrif buyurdik. Muzeyga kirarkanmiz siz haqiqiy san'at asarlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, har bir asarlarda O'zbekistonning eng mashhur qadamjolari ham tasvirlangan. Bu muzeyda faqatgina asarlarni emas, balki ana o'sha asarlarning tayyorlanish jarayonini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yer Rishton kulolchilik markazining quritish bo'limi hisoblanadi. Ko'rib turganingiz yuzlab kosalar, laganlar hali quritilmagan holatda. Qiziqarli tomoni shundaki, kulol buyumni tayyorlashda 20-30 daqiqa sarflash mumkin, lekin uni quritish jarayoni bir necha kunlarni talab qiladi. Bu yerda siz buyumlarga rang berish jarayonini ham kuzatishingiz mumkin bo'ladi.